Biznes muvaffaqiyatli yaratilgandan so'ng biz mahsulotlar qo'shib olamiz. Buning uchun mahsulotlar bo'limiga kiramiz. Mahsulotlar bo'limidan mahsulot qo'shish tugmasini bosamiz. Mahsulot nomini kiritamiz. Masalan, somsa. Kategoriya tanlaymiz. Kategoriya agar mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, o'zimiz qaysi yo'nalishda ishlashimizga qarab kategoriyalarni belgilab olamiz. Mana bu yerda kompleks tushliklar, dietik, konfeyinlar, Yevropa. Bundan biz milliy taomlar va ichimliklar tanlaymiz. Xohlaganimizcha tanlashimiz mumkin yoki o'chirishimiz ham mumkin. Tanlab oldik. Endi o'zimiz qaysi yo'nalishda ishlashimiz bo'lsa, shuni belgilab qo'yamiz. Milliy taomlar. Bundan keyin menyu kategoriyasi. Biz oshxonamizda qanaqa menyularimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha menyularni yaratib olamiz. Buning uchun ham o'ng tomondagi qalamcha ustiga bosib, menyu yaratishni bosamiz. Birinchi taomlar. Ikkinchi taomlar. Salatlar bo'lishi mumkin. Saqlash tugmasi orqali menyularni saqlaymiz. Mana bizning menyularimiz chiqdi. Birinchi taomlar. Tanladik. Mahsulotda mexik kodini kiritamiz. Mexik kodini bilish uchun mana bu yerga bossak, qayerdan ko'rishimiz haqida ma'lumot berilgan. Mahsulotga tasnif beramiz. Va mahsulot rasmini yuklaymiz. Bizda ikki xil variant chiqadi: rasmni yuklash yoki rasmga olish. Agar tayyor mahsulotimiz bo'ladigan bo'lsa, rasmga olib yuklashimiz mumkin. Bizda galereyamizda bor, shuning uchun rasmni yuklash tugmasini bosamiz. Bizga mijozlarga ko'rinadigan qismini belgilab olamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Mahsulot tarkibi haqida mijozlarga ko'rsatishimiz uchun tarkibi oziq-ovqat qiymati deganga belgilaymiz va mahsulotlarni miqdorini kiritishimiz mumkin. Oqsillar, yog'lar, uglevodlar haqida. Bizda hozir bu haqida ma'lumot yo'q, shuning uchun kiritmay turamiz. Vazni, mahsulot vazni. Masalan, 200 gramm. Tayyor bo'lish vaqti. Mijoz buyurtma qilgandan qancha vaqtda tayyorlab bera olamiz? 3 daqiqada tayyor bo'ladi. Mahsulot sotish narxi 12 ming so'm. Bu bilan agar qo'shimcha mahsulotlar qo'shiladigan bo'lsa, masalan, sous, piyoz yoki qanaqadir turli xil qo'shimcha mahsulotlar qo'shib beradigan bo'lsak, bu yerga mahsulotning nomini kiritib, summasini ham kiritib qo'yishimiz mumkin. Bizga hozircha kerak emas, o'shaning uchun buni o'chirib turamiz. Mana mahsulotimiz qo'shildi. Endi buni administrator tomonidan tasdiqlangandan keyin mijozlarga ko'rsatiladi. Agarda qanaqadir o'zgartirish, qo'shimcha kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerda 3 ta nuqtachani bosish orqali tahrirlash bo'limi bilan mahsulotimizni sonini, rasmini, summalarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'zgartirish saqlandi.